2026-yilda tushgan savolni tahlilni qilib chiqamiz. Latin qotishmasi tarkibida Avogadro sonidan 100 marta ko'p elektron bo'lgan deyapti. Bu degani latin degan qotishmamiz mis va ruhdan iborat bo'lgan qotishma. Avogadro sonidan 100 marta ko'p degani bu degani 100 ko'paygan Na degani, ya'ni 100 marta ko'p bo'ladi shunda va bu degani Na ni biz mol bilan almashtirsak bo'ladi 100 molga teng. Bu elektronlarni moli bu. Moddalarni moli emas, elektronlarni moli. Shu aralashma temir 2 xlorid eritmasiga quyilsa, elektronlar soni 1,6% ga kamayadi. Demak, o'zi 100 mol elektron bo'lsa, shu 100% ni tashkil qilsa, 1,6% ga kamayadi deyapti. Necha mol elektronga kamayadi desak, 1,6 mol elektronga kamayadi. Endi latin qotishmasi mana mis va rug' anaqaga qo'shilibdi. Temir 2 xlorid eritmasiga qo'shilsa, albatta temirni siqib chiqaradigan metal bu rug' hisoblanadi. Mana mis siqib chiqara olmaydi, rug' siqib chiqara oladi. Rug' xlorid va temir hosil bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, keyingi qotishmamizning tarkibi mis va temirdan iborat bo'lib qolyapti mana. Mis va temirdan iborat bo'lib qolyapti. Mis va temir. Avvalgi qotishmamiz mis va rux edi. Nima farq qilyapti bu yerda desa, mana rux bilan temir farq qilyapti bu yerda. Dastlab rux bo'lgan, keyin temir bo'lyapti. Endi ichidagi ruhni biz bilmaymiz, qanchadir mol, x mol deb olamiz. X mol rux, temir 2 xlorid reaksiyaga kirishsa, x mol temir hosil bo'ladi. Va shu yerda elektronlar mana 65 massasi, lekin bizga massa kerak emas, elektron kerak. Ruhni elektroni 30 ta, 1 molida, x molida 30x. Temirda esa 1 molida 26 ta, x molida 26x. Mana orada qaranglar, 30x dan 26x ga o'tyapti. Bu degani qotishmamizni mana shu temir 2 xloridga qo'shganimizdan keyin 4x molga elektron kamayish bo'lyapti. Bizada shuni moli 1,6 mol edi. Mana shuni tenglab yuboramiz. X barobar 0,4 kelib chiqadi. Ana endi ruhni molini topib oldik biza va keyingi qotishmamizdagi temirni moli ham 0,4 moldan bo'ladi. Demak, x molligi uchun mana shu bo'ladi. Keyingi masalamizni davomini o'qiymiz. E, Temirning elektroni hosil bo'lgan aralashmada ruhning elektron soni temirning elektronga qaraganda 19,6 Na, ya'ni 19,6 molga ko'p ekan. Demak, hosil bo'lgan aralashmamizda yana rux ortiqcha qolishi kerak ekan. Sababi hosil bo'lgan aralashmadagi ruhni elektron soni deyapti. Ruhni elektron soni. Temirni elektron soniga qaraganda 19,6 molga ko'p. Ruhni men shu yerda ortiqcha qolayotgan ruhni men y mol deb olaman. Y mol ortiqcha qoldi desam, xo'p, y mol ruhdagi elektron sonini topadigan bo'lsam, 30 y bo'ladi. Mana shu ruhdagi elektron temirdagi elektron sonidan 19,6 ga ko'p ekan molga. Temirni moli kelib chiqdi-ku 0,4 mol. 0,4 ko'paytirilgan 1 mol temirda 26 ta elektron bo'lsa, ko'paytiraman, barobar qilaman. Mana ruhni elektronidan temir elektronni ayirib yuborsam, manda 19,6 mol qolish kerak. 19,6 Na degani bu 19,6 mol degani. Shu yerda y topadigan bo'lsak, 1 kelib chiqar ekan. Y'imiz 1, ya'ni 1 mol rux ortiqcha qolgan, 0,4 mol rux nima qilgan? Temir 2 xlorid bilan reaksiyaga kirishgan. Jami hisobda ruhimiz qancha mol bo'lgan desa, ruhimiz mana bu latin qotishmamizning tarkibida 1,4 mol bo'lgan. Mana ana shu ikkalasini qo'shib mana bu yerga yozdim. Endi shu latin qotishmamiz tarkibida 100 mol elektron bor edi. 1,4 mol ruhdagi elektronni topadigan bo'lsam, 1,4 ni ko'paytiraman 30 ga. 52 qolar ekan. Yo'q, 52 emas. 42 bo'lar ekan. 42, ya'ni 42 mol elektron bu ruhdagi elektron. 100 dan ayirib yuboradigan bo'lsam, 58 mol elektron qoladi. 58 mol elektron. Ana endi mis bo'ladi bu. Ya'ni misdagi elektron hisoblanadi bu. 29 mol elektron 1 mol misda bo'lsa, 58 mol elektron necha mol ruhda bo'ladi, misda bo'ladi desak, 2 mol misda bo'lar ekan. Demak, latinni tarkibida 2 mol mis bo'lgan ekan, 1,4 mol ruh bo'lgan ekan. Ana biz ajratib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu latin qotishmasi tarkibidagi mis deyapti. Dastlabki qotishmadagi mis 2 molni tashkil qildi bizda. Ana shu sulfat kislota bilan konsentrlangan ekan.
Mis sulfat SO2 suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglab yuboramiz. Mana bu yerga 2 qo'yamiz, mana bu yerga ham 2 qo'yamiz. Necha litr gaz ajraladi debdi. 1 mol misda mana ko'rib turibmizki 22,4 litr mana SO2 chiqyapti 1 mol. 2 molidan qancha desak 44,8 litr hosil bo'ladi. To'g'ri javobimiz A javobda turibdi. Yana ham ko'proq DTM darajasidagi original savollarni, tahlillarini ko'rmoqchi bo'lsangiz kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.